uy sharoitida qo'lni zarbasini qanaqa oshirishda rostlar ko'rsataman. Mana bunaqa lom deymizmi, temir deymizmi, shunaqadan bitta olamiz. Qancha og'ir bo'lsa shuncha yaxshi. Ikkita qo'l bilan ko'tara oladigan darajada bo'lishi kerak. Taxminan 25-20 kilo bo'lishi kerak. 15 kilo ham bo'ladi. Mening qo'limdagi hozir 17 kilo, 18 kilo chiqadi. Olamiz ikki qo'limizga, ikkala qo'limizni bir xil ushlaymiz. Tepaga qaratib olib kelamiz tepadan. Shunaqa qilib 30 tadan 3 marta haftada kuniga 3 mahal ertalab, abitda kechqurun qilsak qo'limizni zarba texnikasi ancha-muncha oshirishga yordam beradi. Buni uy sharoitida sinab ko'rishni tavsiya beraman. Lozim bo'lsa hech qanaqa nabiga rezinka nima deb izolenta balava olishni tavsiya qilaman, chunki qo'lni aniq shilib tashlaydi terisini. Shuning uchun birinchi o'rinda ehtiyotkorlik, ikkinchi o'rinda to'g'ri texnika bilan mashq qilishni tavsiya beraman. Bu narsani ustozlarim aytgan, shuni qilsak qo'lda zarbasini oshadi.